21-22 may kunlari Toshkentdagi Diplomat University va Bilim karvoni nodavlat ilmiy muassasasi hamkorligida xalqaro konferensiya bo'lib o'tmoqda. Ilmiy va siyosiy doiralar vakillari ishtirok etayotgan anjumanda bugungi global geosiyosiy o'zgarishlar sharoitida Markaziy Osiyo davlatlarining o'zaro integratsiyasi va xavfsizlik masalalari muhokama markazida bo'lib turibdi. Tadbirning bugungi qismida Vaqt.uz muxbiri ham ishtirok etdi va unda ma'ruzachi sifatida qatnashayotgan favqulodda va muxtor elchi Alisher Shayxovdan Markaziy Osiyo integratsiyasi va uning oldida turgan muammolar bo'yicha intervyu oldi. Ma'lumot uchun, Alisher Shayxov O'zbekistonning tajribali va professional diplomatlaridan biri, iqtisod fanlari nomzodi. U uzoq yillar davomida mamlakatning tashqi iqtisodiy aloqalarini shakllantirish va Yevropa yo'nalishidagi diplomatiyani boshqarishda eng muhim figuralardan biri bo'lib kelgan. Londondagi elchilik missiyasini 2021-yilda yakunlagach, u faol diplomatik korpusdan qaytgan. Ayni paytda Alisher Shayxov Toshkentdagi Diplomat universitetida rektor maslahatchisi lavozimida faoliyat yuritmoqda. Shuningdek, mamlakat iqtisodiyoti va diplomatiyasiga oid yirik tadbirlarda ekspert sifatida qatnashib keladi. Alisher aka, avvalo intervyuga rozilik uchun katta rahmat. Dastlab men savollarga o'tishdan oldin bugungi tadbir haqida, uni ahamiyati haqidagi fikringiz. Birinchi navbatda albatta mana hozirgi kunda juda ham geostrategik o'zgarishlar bo'lmoqda. Shu orasida albatta O'rta Osiyoga juda ham katta e'tibor, juda ham katta imkoniyatlar ochilmoqda. Bu aytamiz, shu imkoniyat eshiklar ochilganiga albatta birinchi navbatda mutaxassislar shunga e'tibor berib, nima ijobiy, nima deylik salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin mana shu o'zgarishlar, ham iqtisodiyotda, ham siyosiy, texnologik o'zgarishlar qanaqa ta'sir ko'rsatishi mumkin. Albatta mana shu tadbirda shunaqa imkoniyatlar bor. Birinchidan fikrlar bilan almashuv bo'lib o'tdi. Qirg'iziston, Qozog'iston, Tojikiston, Ozarbayjon va boshqa mamlakatlarning vakillari qatnashmoqda. Chunki hamma uchun bu juda ham dolzarb masala. Qaysi yo'l bilan O'rta Osiyo hududi yangi bir geosiyosatda va geoiqtisodiy deylik vaziyatda o'zini o'rnini topish masalasi mana shu yerda muhokama etilmoqda. Bugungi tadbirda ham juda ko'p kuzatyapmiz, eshityapmiz. Markaziy Osiyo integratsiyasi haqida juda ko'p gapirilyapti-da. Albatta bu katta so'z, integratsiya haqida va shu ma'noda biz integratsiya haqida ko'p yillardan beri gapirib kelamiz, lekin Markaziy Osiyo davlatlarini o'zaro hali chegara, bojxona masalalarini o'zi hali to'la hal bo'lmaganda, o'sha chegaradagi katta navbatlar, bojxonadagi logistika muammolari juda katta. Nima deb o'ylaysiz? Umumiy real bozor yaratilishi yo'lidagi eng katta qo'rquv deymizmi, eng katta muammo nimada va bu davlatlar, Markaziy Osiyo davlatlari qachon o'zini umumiy ichki muammolaridan tashqariga chiqib, umumiy manfaatlar haqida o'ylab boshlaydi? Integratsiya bu juda ham deylik murakkab jarayon, chunki ba'zi mamlakatlar, ba'zi hududlar bu bir necha yil ichida buni tashkil qilgan. Masalan, Yevropa mamlakatlarini oladigan bo'lsak, albatta oddiy narsadan boshlagan bo'lsa, ba'zi shartnomalar asosida, undan keyin iqtisodiy tomondan boshlagan bo'lsa, oxiri siyosiy bir hududiy tashkilotlarni tashkil qilgan. O'zbekiston, O'rta Osiyo mamlakatlar albatta o'zini deylik mustaqil yo'llarni boshlaganida o'shanda ham asta-sekin integratsiya baribir masala ko'rsatilgan. Lekin siyosiy deylik iqlim kerak bu uchun. Mana hozirgi kunda bu siyosiy iqlim bor. Siyosiy deylik harakatlar bor. Endi ikkinchi qadam bu iqtisodiy hamkorlik. Bu sohasi bo'yicha masalan Qirg'iziston, Qozog'iston va O'zbekiston bo'yicha ancha ko'p ishlar qilingan. Boshqa mamlakatlarda ham xuddi shunaqa harakatlar. Muhtaram prezidentimiz, bosh vazirimiz masalan yoki davlat tashkilotlari, biznes tashriflari mana shu qo'shni mamlakatlarga, albatta ularning maqsadi mana shu integratsiyani tashkillashtirish. Lekin har bitta narsa qadamma-qadam bo'lish shart. Chunki siyosiy iqlimdan tashqari albatta tegishli tashkilotlar tegishli sohalar bo'yicha kelishuvlarga kelish kerak.
bu yerda masalan chegara masalalari bor, bundan tashqari deylik savdo masalalari bor, logistika masalalari bor. Endi hozirgi kunda mana shu raqamli texnologiyalar bu masalalarni yechimini topishga tezroq yordam bermoqda. Shu sohada bizlar mana boshqarmalarimiz yangi tizimlarni kiritishyapti. Bundan tashqari deylik vazirliklar, savdo-sanoat palata bizneslar bilan ishlab kelishuvlarga kelib qo'shma savdo o'yinlarini tashkil qilish, qo'shma brendlarni tashkil qilish bu albatta birinchi qadam emas. Bu deylik ikkinchi, uchinchi qadamga hisoblasak bo'ladi. Lekin qadamni hali ancha ko'p qilishimiz kerak, chunki birinchi navbatda bu siyosiy ishonchdan tashqari bu iqtisodiy ishonch bo'lishi kerak va undan keyin xavfsizlik masalalari bu. Mana hozir kiber xavfsizlik to'g'risida gapiradigan bo'lsak, chunki ba'zi ma'lumotlar bilan almashish uchun albatta kiber xavfsizlik tizimi ham yagona bo'lishi kerak. Shu sohada ham albatta ko'p Turkistondagi o'tgan sammitda ilgari surilgan tashabbus. Alisher aka, mintaqa davlatlarini Xitoydan olayotgan tashqi qarzlari juda katta. Xususan O'zbekistonni ham mana olayotgan tashqi qarzlari juda ham tezlashdi. Nima deysiz? Bitta davlatni qarz qopqoniga kirishi yoki qarz olishi xavfli darajaga yetishi mintaqani barqarorligiga qanday ta'sir qiladi va mintaqa davlatlarida bu qopqondan chiqishni umumiy strategiyasini yaratish mumkinmi yoki bu bormi variantlar? Endi albatta qarzdorlik bu juda ham katta masala har bitta mamlakat uchun, chunki lekin qarzsiz rivojlantirish mamlakatda deylik chegaralangan imkoniyatlar bilan albatta nihoyatda qiyin. Lekin bitta mamlakatga qarzdor bo'lish bu albatta noto'g'ri. Masalan, muhtaram prezidentimiz, bizning deylik hukumatimiz albatta buni inobatga olgan holda asosan imtiyozli kreditlarni jalb qilishga harakat qilishadi. Mana shu Jahon banki yoki Islom banki yoki boshqa shunga o'xshagan xalqaro moliya institutlarida. Alohida bitta mamlakatni oladigan bo'lsak, albatta har bitta mamlakatda yana qaytadan o'zining manfaati bor. Shu biz bilamiz, masalan, yirik davlatlar qarz berayotganda albatta o'zining manfaatlarini ko'zlab harakat qilishadi. Bizning hukumatimiz albatta buni hammasini inobatga olgan holda qarzdorlik siyosatini olib bormoqda. Lekin mana shu hududda albatta bitta yagona imkoniyatlar bo'ladigan bo'lsa, masalan, biz birgalashadigan bo'lsak, albatta imkoniyat ancha vaziyat juda ham o'zgaradi. Nima uchun? Hozir bir qaraydigan bo'lsak, bizning vatandoshlarimizdan yoki Qirg'iziston yoki boshqa mamlakatlardan milliardlab puli shu mamlakatlarga qaytyapti. Mana shu pullarni albatta ichki bozorni rivojlantiradigan bo'lsak, o'sha fondoviy rynok rivojlantiradigan bo'lsak, investitsiya imkoniyatlarini ko'paytiradigan bo'lsak, yangi instrumentlarni kiritgan holda mana shu deylik kapital bozorini rivojlantiradigan bo'lsak, o'shanda xorijiy mamlakatlardan imkoniyatlarni deylik qarzlarni olish albatta talab ham kamayadi. Lekin shu bilan birga nima kerak bizga? Mutaxassislar kerak. Mutaxassislar, yangi instrumentlar, ularni ham masalan vujudga keltirish ham ancha ko'p ish talab qiladi. Lekin siz aytganingizdek, masalan, to'g'ri bu imkoniyat bor. Masalan, mustaqil bo'lish imkoniyat bor. Hamkorlikda bu onsoron mana hozir yana yangi bir yo'nalish mamlakatlararo yangi investitsion fondlar tashkil qilmoqda. O'zbekiston, Qirg'iziston, Ozarbayjon, O'zbekiston, deylik Yevrosiyo. Mana shu imkoniyatlar albatta ular ham qarzga beradi, lekin ko'proq ular siyosatni o'zgartiryapti. Bu equity financingga o'tyapti. Masalan, eksportda deylik ko'maklash maqsadida mana shu pullar ajratilyapti. Mana shu deylik siyosat juda ham to'g'ri. Shu yo'nalishlar bo'yicha sal ko'proq e'tibor berishimiz kerak, ularni rivojlantirishimiz kerak.